Bir tarafdan turmush o'rtog'imning ahvoli, bir tarafdan uy yumushlari. Rostini aytsam, bu hayot meni juda charchatdi. Shu uy yumushlaridan qutulib, biror joyga qochib ketsam-da. Qayerga qochaman deysan-a? Menga qara, qanjiq. Qo'y, hey qizim, o'zingni bos. Sening bobong tarbiyali inson edi. Uyat ayol kishiga bu holat. Erimni sevganim uchun bugungi voqeaga ham chidab, ayamga xabar bermadim. Chunki ajrashasan deydilar. Sardor, toming ketganmi? Nima sahardan yalang'och o'yinga tushyapsan? Hoy kelin, qayerdasan? Eringga qaramaysanmi? Chiq tez.